Kechiksam xizmatu safardan, yo'limga intizor ko'zlari. Dunyoda eng shirin asaldan, shirinroq onamning so'zlari. Bag'riga otilsam hidlari, jannatdan kifoya taralgan. Onamning bir parcha jonidan, mening ham bir jonim yaralgan. Bag'riga otilsam hidlari, jannatdan kifoya taralgan. Onamning bir parcha jonidan, mening ham bir jonim yaralgan. Yetti falakka nolishim, yetsada baribir g'am emas. Onam bor hal bo'lar har ishim, omadim hech kimdan kam emas. Yetti falakka nolishim, yetsada baribir g'am emas. Onam bor hal bo'lar har ishim, omadim hech kimdan kam emas. Allah'tan so'rayman erta kech, panohingda asra deb onamni. Kuchim yo'q onamsiz mening hech, ijobat qilginda duomni. Onajon sizsiz-ku jannatim, el uzra topilgan hurmatim. Onajon sog' bo'ling doimo, aytmoqqa cheksizdir rahmatim. Yetti falakka nolishim, yetsada baribir g'am emas. Onam bor hal bo'lar har ishim, omadim hech kimdan kam emas. Yetti falakka nolishim, yetsada baribir g'am emas. Onam bor hal bo'lar har ishim, omadim hech kimdan kam emas. Onajon, 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 omadim hech kimdan kam emas. Mehribonim onajon, o'g'lingiz hech kimdan kam emas. Onajon, onajonlaringiz muborak bo'lsin. Siz albatta bundan-da ko'prog'iga, bundan-da yuksakroqga loyiqsiz albatta. Aslida ham inson farzand dunyoga keltirar ekan, ezgu niyatda halol mehnat ila farzand ulg'aytirar ekan. Umri mehnati evaziga farzandlardan ozgina e'tibor va mehr muhabbat kutadi xolos. Bugun mana shu farzandlaringiz qalblaridagi mehr muhabbatlarni qaysidir ma'noda izhor qila olgan bo'lsalar, albatta o'zlarining niyatlariga yetishdi. Bugun ulardan baxtliroq, ulardan xursandroq inson yo'q. Ko'rib turibmizki, ushbu oqshomda eng yaqin insonlaringiz xursandchilik kuningizga sherik bo'lib turibdilar. Nafaqat sherik bo'lish qolaversa, o'zlarining tabrik so'zlarini, tilaklarini yo'llashni niyat qilib kelgan yaqinlardan marhamat, tabrik so'zlarini, tilaklarini tinglaymiz marhamat. Ana bugun opaginamni tug'ilgan kuni ekan. Sen yurakdan tabriklayman. Umrlari uzun bo'lsin, tani jonlari sog' bo'lsin Xudoyim. Ana yazdan mana qo'shapir bo'lib qarqarli go'shtini surish nasib ro'zi qilsin. O'g'illarni, qizlarni, naralarni yaxshi kunini ko'rib xursand bo'lib yurish nasib ro'zi qilsin iloyim. Ana bu o'g'il qizlariga ham rahmat. Shu ishlarni tashkil etdilar ota-ona uchun ming rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli opajon, yazna. Bugungi yubileylaringiz muborak bo'lsin. Ana shu xolam aytganday bu ishni tashkil qilgan ishchilarga katta rahmat. Ular ham ilohim shularning yoshiga yetib, shularga ko'z chaqarsin. Izotop ham juda ajoyib ayol.
Yazda mana shunday mehnatkash holi berib mehnatdan qo'llari bo'shamaydi. Kimga tikish kerakmi, kimga rahda kerak, shu ko'chani ishini qiladilar. Rahmat opajon, sog' salomat bo'ling. 100 yoshlarga kiring. Bolalaringiz baxt kamolini, nayra-chevaralaringiz baxt kamolini ko'ring. Ilohim hajlarga, umralarga borishni taqdir qilsin. Sizlarga siz bilan yazanga shunday shunaqa ishlarni tashkil qilibdi. Allohim bularga o'z mehrini, nurini bersin. Alloh o'zi qo'llasin, ishlariga omad bersin, hammasini sog' salomat bersin. Sizlarga ham rahmat kelib, shularni shunday ishlar tashkil qilganlaringiz uchun ishlaringizga omad bersin, kasbkorlaringizga rivoj bersin, sog' salomat bo'linglar. Rahmat. Rahmat, tashakkur bildiramiz. Ezgu niyatlar, ezgu tilaklar albatta o'zingizga ham ma'ruf bo'lsin. Onajon, bizning she'rlarimiz, bizning tabrik so'zlarimiz sizni qay darajada ta'sirlantiradi biz bilmadik, lekin qizingiz Bahriya opamizning tabrik so'zlari, tilaklari ta'sirlantirishi aniq. Marhamat, taklif qilamiz, tabrik so'zlarini tinglaymiz. Marhamat. Onajon, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Sizni yaxshi ko'ramiz. Akalarim nomidan, opalarim nomidan tabriklayman. Ular uzoq yoshlarga kiring. Otamni ham tug'ilgan kunlarini nasib bo'lsa shunday qilib o'tkazib beramiz. Endi jannatim onamiz, davlatim otam bo'ladi. Nasib bo'lsa, Xudo xohlasa, ilohim bizani boshimizga sog' salomat bo'ling. Sizni yaxshi ko'raman onajon. Aytolmagan tilaklarimni bugun bildirish Alloh menga nasib qilgan ekan. Bunaqa shukrona kunlarni ko'pini ko'ring. Bizning baxtimizga nabiralaringiz, farzandlaringiz baxtiga sog' salomat bo'ling onajon. Tabriklayman yana bir bor tug'ilgan kun. Onajon, bugun farzandlaringiz sizni xursand qilishga urinishlari tubida ham asosida aslida yoshlikda farzandlarga berilgan mehr-muhabbat, farzandlarga berilgan to'g'ri tarbiya va albatta farzandlarga bag'ishlangan umr yotadi. Doimo mana shunday farzandlar hurmatida, farzandlar e'tiborida bo'ling. Biz mana shu tadbirlarimiz davomida bir so'zni qayta-qayta takrorlab hech ham charchamaymizda. Onadek zot bormi bu dunyoda? Tirik jon borki, ona dunyoga keltirgan. 9 oy vujudida saqlab dunyoga kelishimizga sababchi bo'lgan zot. Tomirida oqib turgan qizil qonidan ayirib oqsit bergan zot. Yemasdan yedirgan, kiymasdan kiydirgan, xasta bo'lganimizda dardimizga darmon bo'lgan, dorixona bo'lgan, shifoxona bo'lgan ham onajonlarimizdir. Onajonlarimizni qanchalik xursand qilmagaylik, boshimizga, ko'klarga ko'tarmagaylik, poy jannatimiz munis va mo'tabar onajonlarimiz sha'ni uchun ozdir albatta. Shoir onalarni shunday ta'riflaydi: bog'i eram onamning guliga yetolmaydi, sochlarimni silagan qo'liga yetolmaydi. Agar dunyo boyliklarin boshimdan sochsalar ham, otamni topgan 3-4 so'm puliga yetolmaydi. Siz baxtim yo'liga nur sochgan onamsiz, men uchun uyqusiz qochgan onamsiz. Siz asli bosiq, sokin ayolsiz, lekin meni desa tog'dan ham oshgan ayolsiz. Dunyoda hech narsadan qo'rqmagan, biroq farzandlarning baxtsizligidan qo'rqqan ayolsiz. Biroq biz baxtli, baxtiyor inson, chunki bizni baxtli qilib tuqqan onajonimizsiz. Baxtimizga onajonlarimiz sog' va salomat bo'lsin deganlar chiroyli qarsaklarni chalib qo'ysak arziydi albatta. Rahmat, tashakkur bildiramiz onajon. Doimo mana shunday farzandlar hurmatida, farzandlar e'tiborida bo'ling. Bugun 76 yoshni qarshilabsiz. Xudo xohlasa 100 yoshlarga kiring. Siz 100 yoshlarga kirganingizda mana shu yaqinlaringiz qatori bizlarga ham sizni tug'ilgan kuningiz bilan tabriklash, xursand qilish nasib etsin. Farzandlaringizga esa chiroyli duolaringizni olish nasib etsin. Tug'ilgan kuningiz, tavallud ayyomingiz yana bir bor muborak bo'lsin.